Juda ham ayanchli holatda bizga bemor shikoyat qildilar. Bularda doimiy boshdagi og'riq, burundan ajralma kelishi, hidli ajralma kelishi, bizga kelishlaridan bir 10 kun, 15 kun oldin hafta davomida burunlarini yudirganlar, natijalar bo'lmagan. Ya'ni rentgenogrammada shu ma'lum bo'ldiki, barcha burun bo'shliqlarida surunkali holat, burun yondosh bo'shliqlarida osteoma bor. Osteoma bu yaxshi sifatli suyakdan o'sadigan o'simta hisoblanadi. Full face, ya'ni barcha bo'shliqlarini ochdik, yiringlar ajralmalarni tozaladik va osteomani oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, osteomani olyapmiz. Shu oq narsa mana osteoma. Keyingi etapga olib qo'yilgan operatsiyalari bor. Bizdan bir necha yil oldin septoplastika operatsiyasini o'tkazganlar. Operatsiya biroz muvaffaqiyatsiz o'tganligini hisobiga burun to'siqlarida katta perforatsiya, ya'ni teshik bor va chig'anoqlarda yopishgan joylari bor. U yopishgan joylarini hozir biz bartaraf qilib olib o'tib ketdik. Endi keyingi etapda burun to'siqlarini inshaalloh yamab beramiz. Perforatsiyani bitta vaqtda yamamaslikka sabab bularda katta ob'yomli operatsiyani o'tkazdilar. Ham yiringli operatsiya edi bu. Perforatsiya yamashga uni bir-biriga aralashtirib bo'lmaydi. Perforatsiyani yamashi o'zi ham bitta ob'yomli operatsiya. O'shaning uchun bemorimiz qiynalmasliklari uchun ikkita etapga bo'lib operatsiya qilishni lozim topdik. Operatsiyamiz alhamdulillah yaxshi o'tdi. Eng asosiysi doimiy bosh og'riqdan, burundan keladigan ajralmadan, yoqimsiz hidlardan, burun bitishidan xalos bo'ldilar. Agar sizda ham lor muammolari bezovta qilayotgan bo'lsa, qabulimizga kelishingiz mumkin. To'g'ri yechim berishga harakat qilamiz.